Endi bir eg'iz gap qilayli hozir. Demak, 4-oyda kelyapti. Koreya bilan Chavshan suhbat o'tkazadigan bo'ldi. Belgilangan o'rin balki Banmindiya. Urush to'xtatilgan. Ening keyin edildi Prezident Trump bilan Kim Jong Un suhbat o'tkazadigan bo'ldi. Dal shundaq vaqtda Prezident Trump yangi diplomatiya qo'shiniga ehtiyojli bo'lib, o'zining sobiq davlat ishlar kotibi Rex Tillersonni vazifadan qoldirdi. Demek Prezident Trump dedi ki bizden o'rtamizda ixtilof, yani fikir ixtilofı paydo bo'lib qoldi dedi. Amaliyotda aytganda, Jungoning Tayvan va Chavshanning masalasini tinch yo'l bilan hal qilish Jungo tashabbus qilgan edi. Yaponiya Shinzo Abe nima dedi? Bu bir vaqt isrofchiligi edi. Shundaqla Prezident Trump o'zimi nima degan edi? Bu bir vaqt isrofchiligi degan edi. Bugun tuyuqsizlik Chavshan bilan Prezident Trump suhbat o'tkazadigan, Kim Jong Un bilan suhbat o'tkazadigan bo'lib qoldi. Siyosatning ichki o'zgarish yo'lida vatandoshlarım bir narsa mutlaq deb uzib etkili, mutlaq oldi uning shundaq mutlaq ravishda yana muomala qilg'ili bo'lmaydi. Chunki bu real dunyo o'zgarib turgan ekan, siyosat ham o'zgarib turdi. Shuning uchun Prezident Trump ham o'zgargan bo'lishi mumkin. Hozir Prezident Trump Kim Jong Un bilan suhbatga o'ltirdigan bo'lsa, undaqda bu bevosita bo'ladi. Yani Kim Jong Un bilan Prezident Trump'ın söhbəti bevos söhbət oldu. Baş şundaq dedi oxu, bevos söhbət bu. Bevos söhbət bolğanda mening özümning şəxsən qiziqishim şukan ki, Jungo chetga qayrilib qoldi. Məsələn, tugunimiş edi. Sen Jungo Chavshan sening do'sting xo'shdan. Chavshan sening qo'lingda bir kozor. Seni atom yadro qurollari texnikasi bilan qurollantirding. Oxiri o atom yadro qurollarini tadqiq qilib, yasab chiqdi. Hatto Amerikaga uchib keladigan raketalarni yasab Amerika başçılığıdaki bütün dünyaya tahdid paydo qildi. Demek muşunun hammasi Chavshanli emas, o kichikgina bir davlat. Uning qo'lidan bunchalar zo'rvallar, nochilik bundaq büyüklük kelmaydi. Bunun kayni to'g'an Jungo sen shundaq qilding. Bu xalqa olamga, xalqaro jamiyatga ayon bo'lgan bir haqiqatdir. Bugun sen hozir qaraganda Prezident Trump, yangi Prezident Trump rahbarligidagi Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo Kompartiyasi o'rtasidagi Chavshan masalasi bir qarasangiz bu bir kozor deyiladi. Jungoning qo'lida, lekin Prezident Trump bu masalani hal qilish kerak. Endi hozir nima deydi? Chavshan deydi, biri mening davlatimni saqlasang, sotsialistik tuzumni saqlashga yo'l qo'ysang, o'zgartmasang, shundaqla mening davlatim Chavshan hozir tahdiddan yiroq tursa, endi sen kapolatga ega qilsang, bexatarligini kapolatga ega qilsang, men so'z bilan shuni, sen bilan shundaq so'zlashiman. Ana üstüge hazır Chavshanning talebi başka yazılgan bugünkü deganimizda ham başka maqolalarda kelyapti. Nima deydi? Amerika Qo'shma Shtatlari bilan diplomatik munosabat o'rnatish. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlarining Chavshanni e'tirof qilishni qo'lga keltirish. Bu yerda gap yomon eg'ir gapmi yo qanday vatandoshim o'ylab boqing. Demak, sen hozirgi holatda agar Amerika Qo'shma Shtatlari hukumati Chavshanni e'tirof qildi degansiz, uning davlatlik o'rnini e'tirof qildi emas, uning bir atom yadro qurollari davlati ekanligini e'tirof qildi degan so'z. Buni Amerika Qo'shma Shtatlari shuna qilishi mumkinmi-da? O'ylab ko'ring, hurmatli vatandoshim. Agar Chavshanning yadro qurollari davlatlik o'rnini e'tirof qiladigan, Chavshanning bir davlat ekanligini e'tirof qiladigan, qo'shlab e'tirof qiladigan ish Amerika Qo'shma Shtatlarining oldiga qo'yilsa, Amerika Qo'shma Shtatlari Chavshanni shu tariqada e'tirof qilsa, o chaqda Chavshan Amerika Qo'shma Shtatlari uchun nima badal to'lash kerak? Nima ish qilib berish kerak? Bu yerda faqatla yadro tahdidini yo'qotishni oldingi shart bilsa, yadro tahdidini Amerika Qo'shma Shtatlari yo'qota oladi. Diplomatik yo'l bilan yo'qota oladi. Urush yo'li bilan yo'qota oladi. Bu yo'qotilmaydigan davlat emas. Uningda ojiz bo'lib qolgan davlat emas. Xo'sh, sen shunday shartni qo'ydi ekansan, Amerika Qo'shma Shtatlari bugun seni ham diplomatik davlat ekanligini e'tirof qilish, ham o'xshashda sening yadro atom davlat ekanligini e'tirof qilish, bu Amerika uchun mumkin bo'ladigan ishmi vatandoshim? Emas. Menimcha emas. Agar Chavshanni yo'qotish badaliga atom yadro qurollarini yo'qotish to'g'ri keladigan bo'lsa, bu ishning o'zi qanday murakkablashadi? Masalan, atom yadro qurollarini yo'qotmay turib, yo'qotaman deydigan ish bo'lsa, Chavshanning o'zini, ya'ni kommunistik tuzumni yo'qotish kerak.
Çavuşandan ibaret komünistik tüzüm bir gün mevcut bulunurken yadro ve atom kuralları takdirde herkes arlaşmayın, herkes ahırlaşmayın. Endi bunu söhbət arası da Prezident Trump bilan Kim Jong-un qandaq bir taraf qildi bu oldimizdagi ish. Endilik yana sizlarga so'zlaydigan bir xabar shuki, biz sizlarga degan edik, leksiyada so'zlagan edik. 3 oyning 5-kuni shundaq dedi Amerika matbuotlari. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti musha hafta ichida dedi, Tayvan sayli sayohat qonuniga imzo qo'ydi dedi. Imzo qo'yilmadi. Demek yana biz şu sözleşimiz demedik. Agar Prezident Trump Tayvan sayli sayohat qonuniga imzo qo'ymagan taqdirda bu qonun loyiha 10 kun o'tgandan keyin rasmiy holda o'zligidan avtomatik yo'sinda qonun bo'lib shakllanaverdi, qonun bo'lib o'ttirg'i chiqaverdi. Lekin shart Prezident Trump bu qonun loyihani Amerika Davlat Majlisiga qaytarib etmasalar, bu çoğum öz aldı qonun bo'lib o'ttirg'i chiqadi degan leksiyani sizlarga so'zildi. Hozir saqlab qo'ydim men buni. Bu muhim bir gap ekan, hurmatli vatandoshim. Hozir mana shu yerga keldi. Bugun chisag'i 14. Bugun chisag'i 14, ati 15 bir kun qoldi. Shu oraliqda Prezident Trump bu qonun loyihaga imzo qo'ymadi deydi. Demek bu 10 gündün biri bu qonun loyihaga imzo qo'ymadi. Hozir tor battirdi bir xabar paydo bo'ldi ki Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Jungo intayin zo'r dardlik suhbatga o'tadi. Suhbatning mazmuni nima bilmaymiz. Suhbatning natijasi bo'lishi mumkin, buni bilmaymiz. Xo'sh, Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo tarafga nima masalalarni o'tirib qo'ydi. Shundaqla qapoq derak saysa nima deyishgan deydigan naqshidek bir gap bo'lsa, xo'sh, Jungo hukumati sen dal musha paytda Amerika Qo'shma Shtatlariga nima masalalarga yo'l qo'yishi mumkin. Chunki Tayvan sayli sayohat qonuni turibdi. Daftarni elib kelib qo'lga qo'yishi bo'ladi. Biz deb kelyapmiz-ku, imzoli qo'ysa bo'ladi. Prezident Trump, biz shuni umid qilamiz, Prezident Trumpning sayli sayohat qonuniga imzo qo'yishini o'tganda so'zlaganda shundaq dedi, hozirmi shundaq deymiz. Bu intayin nozik bir davr, intayin nozik bir payt. Mo'shundaq nozik paytda Jungo hukumati sen agar yolg'irgan bo'lsang, masalan 9-kuni, 3-oyning 9-kuni Prezident Trump bilan Rais Xi Jinping telefonda so'zlashdi. Nima dedi, nima de yo'l qo'yman dedi. Sizlar bizga qarang. Lekin bu yerda qo'yadigan savolimiz, nimishqa Prezident Trump imzo qo'yish kerak bo'lgan Tayvan sayli sayohat qonun loyihasi bugun kechikdi. Gap mana bu yerda. Jungo sen nima deb berdi? Nima de yo'l qo'yishing kerak? Amerika'nın sözünü qandaq anglashing kerak. Shuning uchun Amerika nima de yo'l qo'yish kerak? Mana hozir qaraganda Tayvan sayli sayohat qonuniga imzo qo'ymagan ekan, 10 kun kechikkan ekan, bu bir yo'l qo'yish. Jungo sen nima de yo'l qo'ysan? Xo'sh, haliqi Xinjiangning maqolasida aytganda, Ming xandonligi davridan tortib hozirgacha Koreya davlatida yuz bergan har qanday o'zgarish Jungoga intayin cho'ng ta'sir ko'rsatib, Jungoda ham shunday o'zgarish bo'lgan edi deydi. Xo'sh, bugun Chavshan masalasi Prezident Trump bilan suhbati bilan Kim Jong-un bilan elib borgan suhbati bilan hal bo'lib ketadigan bo'lsa, bu hal bo'lishning oxirgi natijasi Jungo degan bu davlatga qanday ta'sir ko'rsatadi? Hozir Rais Xi Jinping'ning kishilar podshoh bo'ldi, xon bo'ldi, xonlik taxtiga o'ltirdi deyapti. Bu baribir apandilar. Ayni vaqtda Mao Zedong shunday edi, Deng Xiaoping shunday edi. Bugun Rais Xi Jinping shunday qilgan bo'lsa, buning ajablanadigan hech qanday tarafi yo'q. Chunki bu yerda faqat birla partiya va Jungo Kompartiyasi, bu yerda faqat birla millat va o millat Xitoy millati, ya'ni Hanzu millatidir. Milletli şolu buladigan, partiyali şu buladigan bo'lsa, bunda ishlarning bo'lib turishi, bo'lmay turishi siz bilan bizga baribir. O yani o'zidan qiladiganini qilaverdi. Lekin gap bugun Ming xandonligini yozgan Abdur Xinjiangning so'zicha, hozir Jungo Kompartiyasi ayni chog'dagi Sovet Bolshevistik partiyasi ning o'rniga qo'yildi. Prezident Trump 3 xil vositani ishlatdi. Bu 3 xil vositaning Tayvan sayli sayohat qonuni, baj qo'yish qonuni. Andan keyin birinchisi nima edi? Mesela 3 vositani o'tirib qo'ydi. Bu 3 vosita oldida hozir Jungo Kompartiyasi nima qilardi bilmay qoldi deydi. Jungoning ichki ishi, iqtisod munosabatlik ichki ishi, imorat tijoratga munosabatli ichki ishi, mush ishda mushundaq jiddiylashib turganda Amerika Qo'shma Shtatlarining besimi, ya'ni Tayvan sayli sayohat qonuni.
imza qo'yilsin Jungo Kompartiyasining mavjudligi, Jungo Kompartiyasining Jungodagi qonunliqligi yoki emasligi, Jungo Kompartiyasining Jungo rahbarlik qilish salohiyatining bor yo'q ekanligi, Jungo Kompartiyasi degan bu sen butun dunyo oldida nima ko'rinib qoladi? Chunki sen 68 yildan bir Tayvanni ozod qilaman deding, yo'q. Bugün sen Tayvan kural işletişi yanmayman dedin, yok. Çünkü Tayvan sayılı saat kanunu makulluq boldu ki, Amerika Qo'shma Shtatlardan Tayvan turduğan nemi dediler kaptır. Tayvan turduğan elçiler demisimi, lekin Tayvan'da turduğan vakalat ornu özgergen aman, senin Tayvan'a hücum qilishing bu qo'rqat dedi. Kural işletişing bu qo'rqat dedi. Ötkeni Amerikalık bu Arun'un sözünü sizlarga yetkazdilik siya qilib. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan'a hükümranlık kılışı, yoki Tayvan'ni o'ziga mansub qilishi bu abadiy ish oshmaydigan ish dedi. Xo'sh, vaziyat mushuga keldi. Endi oldimizda ikki narsa, biri Tayvan sayli sayohat qonuni, ikkinchisi prezident Trump bilan Chavshanning boshlig'i Kim Jong Unning uchrashishi, endi mushu qatorda Jungoning chetga qilib qilishi, chetga chiqib qilishi. Mushu orqali Chavshan yerimi oralida bir o'zgarish bo'lsa, o Jungoga qanday ta'sir ko'rsatdi? Bugun Jungolar Amerika o'rtasida keng doiralik suhbat bo'lib o'tibdi. Xabarga qaraganda Jungo nimaga yo'l qo'ydi? Amerika Qo'shma Shtatlari qanday yo'l qo'ydi? Bu oldimizdagi vaziyat bo'lib qoldi, hurmatli vatandoshlar.